Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo xalqaro jamiyatni Xitoydan qochib chiqqan va panohlik tilagan Uyg'ur va qozoqlarga bexatar muhit ta'minlab berishga chaqirdi. Qozog'istonga rasmiy ziyorat etib borgan Pompeo poytaxti Nur-Sultonda Qozog'iston Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Ko'rishdan keyin o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Pompeo Qozog'iston prezidenti To'qayevning iqtisodiy taraqqiyot, demokratiyaning kuchayishi va xalqni idora qilish jihatlaridagi islohotlarni muayyanlashtirdi. Pompeo uchrashda Xitoyning yig'ilish lagerlariga qamalgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur va qozoqlarning ahvolini muzakkar qilganligini bildirib, barliq davlatlarni Washington bilan birga Xitoydagi bostirishga xotima berishga chaqiramiz. Ularning faqat Xitoydan qochib kelganlarga bexatar panoh joy ta'minlab berishni talab qilamiz dedi. Belgiya poytaxti Bruselda Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan bostirish va irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazildi. Bruseldagi Yevropa Ittifoqi komiteti oldiga jam bo'lgan 200 dak kishi Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan qamab qo'yish va qirg'in qilish siyosatiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Turkiya va Sharqi Turkiston bayroqlari bilan birga Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, yig'ilish lagerlari qamalsin degan shiorlar besilgan plakat va lozunkalarni ko'targan edi. Namoyishda Xitoyning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlariga 3 milliondan ortiq kishini qamaganligi va buni xalqaroning bilib qilishini xohlamayotganligi, shundaqla bu lagerlarda kishilik huquq tajovuzchiliklari yuz berayotganligi ta'kidlandi. Dunyoda vahima paydo qilgan Wuhan virusi sababli Xitoy radikal bir qaror chiqardi. Xitoy koronavirusi sababli o'lib ketganlarning jasadini yerlikka qo'yishni chekladi va ularni ko'ydirishga buyurdi. Doirlar dafn marosimini ma'ni qildi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Wuhan virusi sababli o'lganlar soni 362 ga yetgan bo'lib, yuqumlanuvchilar soni 17405 bo'lgan. Şunun bilan birga tunji qatim bu virus bilan yuqumlangan bir kishi Xitoy sirtida o'ldi. Filippin doiralari Wuhandan kelgan 44 yoshli bir kishining o'lganligini e'lon qildi. Dunyo sog'liqlik tashkiloti bu kishiga Filippinga kelishdan burun virus chaplashgan bo'lishi mumkin deb qaradi. Doiralar bu kishining o'lishidan burungi 24 soatda ahvolining tez suratda o'zgarganligini bildirdi. Avstraliya komiteti Xitoyning Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan yangi tipli koronavirus sababli 50 Xitoyning Avstraliyaga kirishiga ruxsat qilmadi. Avstraliya doiralarining bildirishicha, Rossiya orqali Tel Avivga kelgan 50 Xitoy kelgan yeriga qaytarilgan. Shuning bilan birga Livan hukumatı bir Xitoy paraxotining Livan portiga kirishini chekladi. Rossiya temir yo'li shirkati bir bayonot e'lon qilib, Wuhan virusi sababli 3 fevraldan boshlab Xitoyga bo'lgan temir yo'l qatnashini vaqtli to'xtatadiganligini e'lon qildi. Indoneziya bo'lsa, Xitoy fuqarolariga berilgan vizasiz sayohat qilish siyosatini amaldan qoldirdi. Avstraliyada oldingi kuni jiddiy holat e'lon qilingan poytaxt rayonining janubida ta'sirini ko'rsatayotgan o't ofati 55 ming gektardan ortiq yana kulga aylantirdi. BBC'ning xabar qilishicha, 2003 yildan buyongi eng chong o't ofatiga duch kelgan Avstraliya poytaxt rayonida Canberra atrofida o'ltiraqlashganlarga turayotgan yerlardan ayrilishi va boshqa panohlangudek yer tepish kerakligini ogohlantirdi. Canberraning janubida kuyayotgan bu o't texnik kontrol qilinmadi. Doirlar bu o'tning poytaxt rayonining 20% ni qoplaganligini bildirdi.